Unutmang, so'zingizni o'ylamay gapirdingizmi, eshitgan javobingizga ham xafa bo'lmang endi. Chunki hech kim sizga ahmoq emas, o'z qadr-qiymat, hurmatini yerga to'kib qo'ymaydi. Baqani ham bossangiz vaqt qatadi-yu. Hikmat ahli aytadilarki, so'zini taroziga solmay gapirgan odam eshitgan javobiga ham xafa bo'lmasin endi deydilar. Chunki u ham xuddi shunaqa gapiradi. Va aqlni, hissiyotni bir joyga qo'yib turib javob qiling. Birovga maslahat berib, gapirishdan oldin o'ylang. Siz unga maslahat beradigan darajadagi odammisiz o'zi? Uni holatiga tushganmisiz? Siz uning uchun kimsiz o'zi? Va shu gapni gapirish mavrudimi hozir, vaqtimi? Shu gapni gapiring deb sizdan so'radimi o'zi, yo'qmi? Shularni bir o'ylab keyin gapirish kerak. Chunki har kimning qadr-qiymat, hurmati o'zi uchun saqlash kerak bo'lgan eng birinchi ishlardan biri.